Qizlarimizni o'ylasang-chi. Nima, ularni mendan ajratmoqchimisan? Yo'q, unday emas. Xohlagan paytingizda kelib ko'ravering. Lekin men uyingizga qaytib bora olmayman. Bormayman. Xo'sh, qaytib bordim ham deylik. Nima o'zgaradi? Yana oyingizni ta'nay dashnomlari, haqoratlarini eshitamanmi? Unday hayotga ortiq chidolmayman. Nafisa, xudbinlik qilyapsan. Faqat o'z huzur-halovatingni o'ylayapsan. Qizlarimiz taqdiri nima bo'ladi? Meni hayotimchi. O'ylasang-chi. Men sizni yaxshi ko'raman, Murod aka. Baxtli hayot kechirishingizni istayman. O'g'il ko'rmadim deb siz ham armonda o'tmang. Nafisa, hayotimni ostin-ustun qilib yubording. Oyim bo'lib gapirgan ekanlar. Sen faqat o'z halovatingni o'ylayapsan. Bu g'irt xudbinlik. O'rtada sadoqat, mehr va vafo degan gaplar bor. Ahd va paymonlar, va'dalar ne bo'ldi? Demak, hammasi bekor ekanda, bekor. Qizim, eringni boshqa uy olishga ko'ndirsang bo'lardi. Ikingiz juda ham qiynalib ketdinglar. Bu yoqda qizlaring ham dadamni sog'indik deb chirqirab turishibdi. Axir ichki kasal bo'lib qolishadi-ku. Yo'q, oyi. Men ona bolani ajratmoqchi emasman. Kuyovingiz ko'chishga rozi bo'lmaydi. Keyin boshqa uyga ko'chib o'tishimizga qaynonam o'lib qolsa ham ko'nmaydilar. Kasal bo'lib qolishlari mumkin. Mabodo onasiga biron nima bo'lsa, Murod akam bir umr meni kechirmaydi. Qaynonam kuyovingizga agar boshqa uyga ko'chsang seni oq qilaman deganlar. Qanday qilib erimni onasiga duoibat qildirib qo'yay? Voy. Qizim, o'zingni ushla. Hoy, senga nima bo'ldi? Boshim aylanib ketdi. Hozir o'tib ketadi. Voy qizim, ko'p siqilyapsan. O'ylayverma. O'zingni ehtiyot qil. Biz bor ekanmiz. Seni yolg'izlatib qo'ymaymiz. Oyi. Ha, qizim. Yo'q. Bo'ldi, o'tib ketdi. Xudoga shukr. Qo'y, siqilma. Hadeb o'ylayverma qizim. Bolalaringni o'yla. Bu kunlar o'tib ketadi. Ko'rmaganday bo'lib ketasan hali. Ikrom aka kelmadi. Bugun yonimda bo'lishini juda xohlagandi. Afsus. Men uchun ham uyini, oilasini tashlab uzoqlarga keta olarmikan? Dilfuza, nega raqsga chiqmayapsiz? Dilfuza nega o'tiribdi? Dilfuza, kel raqsga tushamiz. Gulingni menga ber. Tura qol. Shunday kunda xafamisan. Nafsan bor. Ha, qo'ymaysan, ha? Bosh kelmaydi, yaxshi.
Agar mish-mishlar rost chiqib, Nasibani bolasi borligi rost bo'lsa, uylanaverarmiding? Otasiz tug'ilgan o'g'li bor. Kechirasiz. Sizga nima bo'ldi? Tobingiz qochdimi? Mazangiz bo'lmayaptimi? Dori-pori kerak emasmi? Dori? Nima u dori? Iye, dori-da. Dori bilan bu dardni davolab bo'ladi deb sizga kim aytdi? Tushunmadim. Dori kerak emas. Dilfuza, biz keldik. Mehmonlar keldi. Dilfuzani dugonalari. Zebo, Umida. Kelinglar. Dilfuza, dugonajon, tug'ilgan kuning muborak bo'lsin. Tabriklayman. Rahmat. Tabriklayman dugonajon. Rahmat. Ko'ylaging biram yarashibdiki. Sen bugun eng chiroyli qizsan. Mana shu gullardek doim ochilib sochilib yur. Baxtli bo'l dugonajon. Rahmat. Yana bir bor tabriklayman. Ha, aytgancha, to'ying bo'larmish. Ha, dugonajon. Kuyovim kelgandir-a? Bizlarni ham tanishtirib qo'yasanmi? Qaysi biri kuyov bo'ladi bularni? Ha, pochchamiz qanilar? U hali kelgani yo'q. Iya, nega kelmas ekan? Yoki bizlardan qizg'ondingmi dugonajon? Xavotir olma. Biz ko'zimizni suzmaymiz. Hazil dugonajon. Kelinglar, o'tiringlar. Kelinglar. Ha, yaxshilar. Kelinglar qizlar, kelinglar. Qizlar. Qani? Marhamat, o'tiringlar. Bir daqiqa. Tabrik so'zi aytmoqchiman. Do'stlarim, bugungi kechamiz malikasi, shu xonadonning erka farzandi Dilfuzaxonni chin qalbimdan tabriklayman. Qarsakinglar bo'lsin. Oy! Tabriklaymiz! 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 Bolalar, jim, bir daqiqa. Men bugungi kechamiz qirolichasi bo'lmish kursdoshim Dilfuzaxonni raqsga taklif etmoqchiman. Qoyil. Please. Go'zal qirolicham, men bilan raqsga tushing. Yo'q demang. Siz juda go'zalsiz. Sizni sevaman. Mayli. Qani yigitlar, qizlarni olib chiqing. Hamma raqs. Shu daqiqalarni qanchalik kutdim. Yigitlar, qizlar. Va nihoyat siz bilan birgamiz, to'g'rimi? Dilfuza. 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 Birovni kutyapsizmi? Tinchlikmi? Haligi kechirasiz. Men hozir.
voy ha dadasi hamma dugonalari do'stlari hammasi kelishgan. Ha bo'pti dadasi, mayli tezroq keling. Dilfuza yig'layapsanmi? Ha yo'q oyijon, ichkarida dimiqib ketdim. Sal boshim og'riyapti. Nima, Ikrom kelmadimi? Sendan so'rayapman qizim. Yo'q, kelmadi. Voy qizim, xafa bo'lmagin jon bolam, hali vaqtli-ku. Hozir kelib qolishi mumkin. Shunga ham xafa bo'lasanmi? Voy bolam, ish chiqib qolgandir-da. Hozir kelib qoladi. Undan ko'ra yur, dugonalaring kutib qolishdi. Yur qol, qani. Hamma seni pastda kutib o'tirishdi-ku qizim. Ha, aytgancha, Rasul aka bilan Shohida kelib tabriklab ketishdi-ku. Senga brilliant ko'zli uzuk sovg'a qilishdi. Shohidaning o'zi tanlabdi. Esingdami? Bolaligingda Shohida seni kelin bola deb chaqirar edi. Bu bola aqlini yegan. Bilib turib shunaqa qilishi mumkinmi? Qaysi kalla bilan yana o'sha qizni ortidan ketdi? Dada, balki Ikromni shoshirib noto'g'ri qilgandirmiz. Biroz vaqt berish kerakmidi deyman. Vaqt? Yana qanaqa vaqt? Men ukang yana o'sha qiz bilan ilakishib qolishini istamayman. Uni tezroq unutishi uchun to'yni tezlashtirishimiz kerak. Ish qilib xato qilayotgan bo'lmaylik-da. Bu yo'da Dilfuza, uni baxtsiz qilishga haqqimiz yo'q. Nima qildingsan? Qaydam. Uylantirib qo'ymasak, ukangni yana o'sha qiz bilan topishib olmasligiga kim kafolat beradi? Kim? Ikromni bunchalar irodasiz ekanligini bilmagan ekanman. Dada, Ikrom o'sha qizni sevadi, qattiq sevadi. Xuddi Otabek kumushni suygandek suyadi. Kundaligidagi yozuvlarni o'qiganingizda edi. Bechora ukam. Dilfuza aqlli qiz. Ikromni tushunadi. Shuning uchun ham uni qo'ldan chiqarmasligimiz kerak. Dada, biladi, tushunadi degani o'zini yerga urishga ham tayyor degani emas-ku. Dilfuza g'ururli qiz. Ikromni sevgani bilan o'zini qadrini juda yaxshi biladi. Keyin... Nima keyin? Nima demoqchisan o'zi? Karim aka bilan oranglardan gap qochmasligini xohlardim. Yaxshi. Ikrom kelsin-chi, hammasi ayon bo'ladi. Balki haqiqatni bilgach, ko'zi ochilar. Aldanganini nihoyat tushunib yetar. Voy, Dilfuza, mana bu atirlarni qara. Voy bu. Muncha yaxshi. Voy, mana bunikidani qara. Fransiyaniki ekan-a. Dugonalaringdan aylanay. Seni bir ham yaxshi ko'rshatganki, shunaqa qimmatbaho sovg'alar olib kelishibdi. Voy bu, bularni qara Dilfuza. Voy. Voy, buni chiroyliligini. Mana buni qara. Menimcha buni o'g'il bolalar sovg'a qilgan. Ana u seni raqsga taklif qilgan yigit sovg'a qilmadimi? Menimcha o'sha yigit senga bir nima dedi. Sevaman dedimi? Dediga qoyil. Juda ham chiroyli. Voy bu. Voy. Voy, mana buni qara. Antiqaligini qara Dilfuza. Voy bu. Dilfuza, kim sovg'a qildi? Dilfuza, uxlayapsanmi? Boyadan beri kimga gapiryapman? Ayta qol, kim sovg'a qildi? Dugonam sovg'a qilgandi. Ha. Voy, shunaqami? Zebo yaqinda chet el safarda bo'lgan. O'sha yerdan olgandir-da. Juda ham antiqa ekan Dilfuza. Bularni hammasini Sarpengga olib qo'yamiz. Sarpeni bir ham ochadiki. Qo'ying, oyi. Qanaqa Sarpa? Dadam haq shekilli. Balki Ikrom
hech qachon o'sha qizni unutolmasa kerak. Nega yig'layapti? Ikrom kelmadi. Qizimiz uni kutgandi. Ana bu qizni rosa pazanda deyishgan edi. Pazandalikda undan qolishmasligini ko'rsatmoqchi bo'lib, pishiriqlar, salatlar tayyorlagan edi. Hammasini Ikrom uchun qiluvdi. Senga shoshilyapsan degandim-ku. Hali ham kech emas. Agar to'ydan keyin shunaqa bo'lsa-chi, unda yomon bo'ladi. Shu yog'ini o'yladingmi? Assalomu alaykum Ikrom aka. Bu kech yana sizga maktub yozishga o'tirdim. Ikrom aka, siz bilan ko'rishishni, dardlashishni juda istayman. Shu kunlarda menga qanchalar kerakligingizni bilsangiz edi. Men boshi berk ko'chaga kirib qoldim. Yana ham aniqrog'ini aytsam, xuddi ummonning qoq o'rtasida kemadan tushib qolganman-u, qirg'oqqa yo'l topolmayotgandayman. Ha, chindan ham yo'l topolmayapman. Ozodbekni onasi topilmayapti. Bugun shahar militsiyasiga borib surishtirdim. Afsuslar bo'lsinki, hech kim bolasini yo'qotdim deb militsiyaga xabar bermabdi. Ozodbekni aytishicha, onasi tez hushidan ketib qolar ekan. Balki biror noxush voqea sodir bo'lganmikin? Bilolmay qoldim. Bola menda ekanligini ayta olmadim. Ular Ozodbekni mehribonlik uyiga topshirib yuborishlari mumkin edi. Shundoq ham u yerda ota-ona mehriga zorlar to'lib yotibdi. Shuning uchun onasini topgunimcha bola men bilan qolishini ma'qul topdim. Ikrom aka, siz bilan bir umrga vidolashgandaymiz. Ozodbek menga sizni eslatib turadi. Uni ko'zlariga boqqanimda sizni ko'rganday bo'laman. Uni topib sizni yo'qotdim. Nachora, taqdir ekanda. Lekin umidimni hech qachon so'ndirmayman. Nasiba. Sensizlikda hijronlarda qon dilim, bilsang yarim jon dilim, xorman mehribon gulim. Sensizlikda Aşıqdırman, shaydoman, majnunlikka davoman, sog'iniblar adoman. Sensizlikda
Alo. Yaxshimisan, Shohida? Assalomu alaykum dedi. Yaxshi dam oldingizmi? Va alaykum assalom. Yaxshi. Tinchlikmi? Ikrom keldi. Xayriyati. Ahvoli qanday? Yaxshi emasga o'xshaydi. Yo'q. Balki borib to'g'ri qilgandir. O'z ko'zi bilan ko'rib, ishonch hosil qilgan shekilli. Ko'rinishi juda ayanchli. Bechora ukam. U bilan gaplashdingizmi dedi? Yo'q hali. Qachon gaplashasiz? Dam olib o'ziga kelib olsin. Gaplashib qochmas. Mayli qizim, men ishga borishim kerak. Yaxshi dedi, mayli, yaxshi borib keling. Ikrom bilan o'zim gaplashaman. Xo'p, yaxshi o'tiringlar. Baraka toping, qizim. Jiyaningiz hali turmadimi? Jiyaningiz hali turmadimi? Ha, uxlayapti, uyg'otgim kelmadi, xola. Ha, mayli, uxlayversin. Keyin shirchoy qilib bering unga, xo'pmi? Bolaga sut qatiq berib turish kerak. Quymog'ingiz biram chiroyli chiqibdi. Nima, bunga suzma qo'shganmisiz? Ha. Xola, bugun institutga borib kelishim kerak. Ozodbek, siz bilan qolsa maylimi? Bemalol, bemalol. Borib ishingizni bitirib kelavering. Hech hijolat bo'lmang. Uyda yolg'iz nima ham qilardim. Lekin shuni hisobga olib qo'ysangiz bo'ldi. Xo'p, xola. Hazilda. Bemalol borib kelavering. Hali ish ham topishim kerak. Ilgari mehribonlik uyida ishlaganman. Ha, shunaqami? Yana o'sha yerda ishlasangiz bo'lmaydimi? Ha, borib uchrashib ko'ring. Ta'tilga chiqqan ayolning o'rnida ishlagandim. Boshqa bo'sh o'rin yo'q ekan hozir. Qizim, qo'lingiz shirin ekan. Oshxonada ishlasangiz bo'lar ekan. O'zi niyatim ham shu, xola. Kelajakda o'zimni restoranim bo'ladi. Uni birinchi mehmoni siz bo'lasiz. Xudo xohlasa, bahonada Toshkentni bir aylanib kelar ekanman-da. Balki restoranni shu yerda Samarqandda ocharman. Ha, tushundim. Kuyov samarqandlik ekan-da. Yaxshi, yaxshi. Ha, mayli, ona qizim. Hijolat bo'lmang. To'rtta chapga, to'rtta o'ngga. Qani? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Chaqqon harakat qilinglar. Sherzod, bolalarga yetishib yur. Mashqni tamomlaymiz. Endi nafas olib chiqaramiz. Yaxshi. Yana bir marta nafas oldik, nafas chiqardik. Yaxshi. To'xtadik. O'ngga. Bolalar, bugungi natija kechagidan ancha pastroq. Ayniqsa sen, Sanjar. Mana bu mashqni to'g'ri bajarmading. Bajardim-ku, ustoz. Harakating noto'g'ri-da. Tizza bilan kaft bir-biriga tegish kerak. Oyog'ingni qattiq bukib, kaftingni tizzalaringga mana bunday urishing kerak edi. Mana bunday. Tushunarlimi? Tushunarli. Ko'p mashq qilgin. Xo'p. Xo'sh, tekislan. Rostlan. Qani bolalar, ikki guruhga bo'linib, voleybol o'ynaymiz. Voleybol o'tgan gal o'ynadik-ku, futbol o'ynaylik. Aytganimni qil. Voleybol o'ynaysan dedimmi? Voleybol o'ynaysan. Tushunarlimi? Xo'p, ustoz. Xo'p, mayli. Futbol o'ynay qolinglar. Qizlar tomosha qilishadi. Qani? Assalomu alaykum dada. Va alaykum assalom. Tinchmisiz? Ha, shukr. Nafisa, bolalar yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Men ularni sog'indim. Ayting, uyga qaytishsin. Men ham shuni juda ham istayman. Ammo vaziyat o'zgarishi kim ham kafolat bera oladi? Yana janjal, kelishmovchilik. Bilasizmi, Murodjon? Oila bu misoli bir bog'. Bu bog'ni ko'kartirish, yashnatish
kamolga yetkazish egasining sa'y harakatiga bog'liq. Oila mehr oqibat bulog'idan suv ichmas ekan, u qurib parogandalikka uchraydi. Men buni bilaman. Nafisa mendan xafa. Ishoning, unaqa o'y xayolimda ham yo'q edi. Mashlikda bilmayman qizingizga nima deganimni. Ayting, meni kechirsin. Aytaman, lekin Nafisa juda toliqqan. Asablari qattiq charchagan. Balki shuning uchun ham aytgan gaplaringiz unga juda ham og'ir botgan. Menda ham o'g'il yo'q. Men ham bir umr o'g'lim bo'lishini orzu qilib yashadim, lekin Xudo bermasa na iloj. Axir dunyoda qancha befarzand, tirnoqqa zor odamlar bor. Shunaqasidan asrasin. Qizlarimni yaxshi ko'raman. Ha, ishoning. Bilaman. Men ham qizlarimni yaxshi ko'raman. Birortasiga birov ozor bersa, yuragimga xanjar sanchirgandek bo'ladi. Murodjon, hozircha hammasi shunday qolgani yaxshidir. Menimcha ham alohida turganinglar ma'qul. O'ylash uchun vaqt kerak bo'ladi. To'g'ri xulosa chiqarishga imkon kerak. Vaqt oliy hakam deydilar. To'g'rimi? Agar farzandlaringizni ko'rgingiz kelsa, bemalol kelavering. Eshigimiz ochiq. Ha, uzr. Darsga borishim kerak. Mayli. Sen aynan Dilfuzaning tug'ilgan kunda ketib qolganingni hech qanday bahona bilan oqlab bo'lmaydi. Shu bugunoq Dilfuzadan kechirim so'ra. Qizimni ezilayotganini ko'rib chidolmayapman. Balki seni joningdagi joning boshqadir. O'ylab ko'r, qizim. Yaxshi yuribsizmi? Voy, eshitdingizmi? Nafisa eri bilan arazlashib qaytib ketdi. Endi butunlay ajrashganmish. Masalangizni mahalla yig'inida ko'rib chiqish kerakka o'xshaydi. Shunaqami? Qaynotam bilan gaplashgandim. Xo'sh. Biroz shoshmay turaylik. Nafisa o'ziga kelib olsin dedilar. Uyimizga qachon ketamiz? Endi hech qachon ketmaymiz ekan. Ra'no. Ha. Samarqandga borib kelsam ekan, ha?